baholari yozilmagan. Baholarni ko'rsatib berajak edim. Prosta video uchun, reklama uchun qo'yib qo'ydik deganda. Nelar? Buni ham bahosi yo'q. Sena umuman yozilganimiz. Faqatgina buni mashina. Chevrolet Travis. Bahosi расход, neyse, tormoz, dvigatel baho yo'q bundan ham. Buni ko'ramiz, tahoni bahosini chizilmagan. Mana senasi yozilgan 1 milliard 494 million so'm o'zi. Dollar qancha bo'ladi? Dollar bo'lganda 100 ming bo'lsa kerak, 10 pachka dollar. Shu dollar aytma. 100 ming dollar o'zi aytgan. Ishi mashina. Sondagi bozori o'zindami? Ko'rganingizdek ko'p narsalar ochilmagan, ilinib turibdi. Bilmadim necha ilinib turibdi. Bu yerdagi asosiy magazinlar arendasini so'radim. Arenda puli qancha so'm, ya'ni men shu yerda bozorchilik qilacakman, savdo sotiq bilan shug'ullanacakman deb so'radim. Hozircha bahosi chiqmay turibdi dedilar. Kvadrati 150 ming so'mdan chiqadi dedilar. Beda no dedilar yana, "Men 106 kvadratli yer bor, hozir kelsang bemalol savdo sotiqni aytaverasan" dedilar. Postdan o'tishda cheklovlar bor, qaytishda cheklovlar bor. Ya'ni o'zim oshxonada o'tirdim, turkman birodarlarimiz bilan gaplashdim. O'zbek postindan turkman postini o'tadigan vaqtda ko'p narsalar zakrit bo'lgan. Agar meni ishi mutasaddi yuqorida turgan tashkilotlar meni eshitsa, bozor hududida sotilib turgan hamma narsa turkmanga o'tilishi kerak. Necha sotilinadi bo'lmasa? Turkmanda sotilib turgan narsa O'zbekistonga o'tilishi kerak. Nechun sotilinadi bo'lmasa? Men shundan kelsamdan Turkman bozori o'ssamdan o'zimni sotib olib turib post o'tirmayman. Hozirda yog' bor ekan, Turkmanistonda yog'i O'zbekistonga o'tiraman desa, Turkman chegarasida o'tirilishi mumkin emas. Necha sotadi esa bozorda? O'tirmasa, mana boshqa aytmasa, men uni sotib olsam 10 dona, 15 donadan O'zbek bozorini o'tiraman desam, chegarada o'tirmasa. Mana bir yakkan tarafi O'zbek girdichisinda, postinda narsalar muomalasi yoqdi, hammasi yoqdi. Chotki, boshqa yerdan gap yo'q. Sizlar ham tavsiya etaman, kelib prosta bir sayr sayohat etib ketishingiz. Shuncha ko'rsa bor ekan, 272 ming so'm dedilar. 510 ming so'mdan ko'rganingizning assortimentlar ko'p. Bu narsalarning bahosini bila olasiz, ayting. 153 manat 90 ming so'm. 85 ming so'm. Bu 85 ming so'm deganingiz axı bu so'mda. Manat deganingiz 144 manat. Ha, bo'ldi tushun. Ko'rganingizning har xil assortiment o'zlab bor. Assortimentlar ko'p. Bu O'zbek bozori, O'zbekdagi nala. Boshqasi. Baholar yozilgan bular. Buniki bor ekan. 30 ming so'm. Bu yer O'zbekistondagi magazinlar, ya'ni ishonchli mahsulotlar sotiladi ekan bu yerda. Ish vaji dedilar, 130 ming so'm tushadi dedilar, kilo g'azladan olmasam. Sifati zo'r, tovar yaxshi. Bemalol kelaverasizlar. Bu O'zbekistondagi o'zbek bozorindagi mahsulotlar. Vajlar bor ekan, bu yerda shular 150 ming so'mdan dedilar. Ko'rganingiz. Bular bor ekan. Bu tigr yo'nalishlar. Bular 150 ming so'm. Bu o'zbek bozorindagi kiyim-kechaklar narxlari. Turkmanlar. Bular 130 ming. 25. Bu o'zlarimizning o'zbek bozorining tekstil mahsulotlari. O'zbeklarning o'zbek bozori ko'rganingizdek hozirda bo'm-bo'sh. Baholaring narxlari doğrusu berkin aksincha qimmat. 130 ming so'm, bodom narxi, bilabo 220 ming. Manat, so'm ham bor ekan, 26 ming so'm. Har qaysi har xil senada. Bu yerga kirish uchun o'zimiz yuk pasporti o'zi kifoya ekan. Bu O'zbekistonning asosiy girish kodi, ya'ni bozorga girish kodi.
bemalol shu yerga kelib turib, savdo soxtligingizni bemalol bajarib, soat 5:00 da chiqib ketishingiz mumkin. 5:00 gacha ochiq bo'ladi. 9:00 dan 5:00 gacha.